Ko'pchilik so'rabdi, mashina test qilib bering, qani bu ham stoykimi deb. Давайте kelinglar, sizlarga test qilib ko'rsatib beraman. Так, tonalka вот Hourglass brendiga hamma yoqda mashhur, anu bo'lyapti, nima deydi, trend bo'lyapti. Хорошо, men sizlarga hozir buni ko'rsataman, teksturasini. Men buni tavsiya qilgan bo'lardim. Yuzi takoy finish, naturalniy turishini xohlaganlar ishlatishini. Chunki birinchidan yig'ilib qolmas ekan, ikkinchidan tabiiy turar ekan. O'zingizni rangingizni обязательно surib ko'rib olishingiz kerak. Mana ko'rsatishim mumkin, то что yig'ilib qolmas ekan. Mamamda oy. Вот. Sizlar ko'rinsin deb. Mana. Давайте endi pudrasini ham ishlatib ko'raman, ko'rasizlar. Pudrasini men o'tga-bo'tgani qilishga oldim. Oy, tushib ketdi. Nechun? Так, pudrasini qaranglar.